hozirgi kunda mana shu trading sohasida yurganlar, shu bilan shug'ullanayotganlarga qanday usulda pul yechish qulayroq? Siz nima deysiz? Men o'ylayman, shu kripto kошелек orqali chiqargan ma'qul. O'sha orqali kiritib, o'sha orqali chiqargan ma'qul. Sababi hozir bank kartalarida ozroq muammo bo'lishi mumkin. Masalan, zaifga berib pul tushmay qaytib ketgan vaqtlari bo'lgan. Endi boshqa brokerda ishlagan vaqtlarim. Shunaqa. Shuning uchun eng ma'qul o'sha kripto kошелек kripto hamyon bo'lib qoldi. Chunki hozirgi kunda o'sha kriptoda kiritish chiqarish ham O'zbekistonda rasmiy o'zlarining magazinlari bor, do'konlari bor. Do'konlari bor. Aytaylik, Asterium, T-Crypto, ya'ni Apex Bank bilan birgalikda ishlab chiqilgan. Asta Bank bilan ishlab chiqilgan Asteriumniki. Bemalol qonuniy borib sotib olib yoki qonuniy borib sotib pullarni naqlash mumkin. To'g'rimi? Shunday.